Meni qaratma sohibim. Bir inson hamisha ishi sababli namozlarini kechiktirib o'qir edi. Shunday kunlarning birida u shom namozini kechikkan holda o'qib, charchagani sababli joy namoz ustida uxlab qoldi. Qarasaki, u qiyomatda savob va gunoh tarozisi oldida turgan emish. Shunda unga bir ovoz eshitildi. Gunohlari savob amalidan ko'p ekan, jahannamga tashlansin. Qo'rquvdan hayratlangan inson isyon qilib debdiki, bo'lishi mumkin emas, meni namozlarim bor. Farishtalar uni eshitmas, qo'llaridan ushlab jahannam jarligi tomon borishar edi. Qaltiroq ovozda, namozim, qanisan, yordam ber, qara men jahannam tepaligiga keldim, yordam ber, deb baqirar edi. Barcha umidlar so'ngan inson jahannam sari qulayotganda bir mo'ysafid qo'lidan ushlab qoldi. Quvonchdan sarmast bo'ldi. Sen kimsan ey nuroniy dedi. Nuroniy, sening namozingman. Namozim, nega unda kech qolding? Nega meni oldinroq qutqarmading? Namoz dediki, men harakat qildim, sohibim, ammo sen meni qaritding. Agar meni o'z vaqtida o'qiganingda, men seni senga hukm chiqqan onda qutqargan bo'lar edim. Meni qaritma, sohibim.